Samarqandda xalq deputatlari viloyat kengashining navbatdagi 7-chaqiriq 35-sessiyasi bo'lib o'tdi. Unda aholining ijtimoiy-iqtisodiy hayotiga daxldor 9 ta masala muhokama qilindi. Xalq deputatlari viloyat kengashi raisi Shuhrat Nigmatov olib borgan sessiyada dastlab kun va ish tartibi tasdiqlab olindi. Shundan so'ng kun tartibidagi birinchi masala O'zbekiston 2030 strategiyasining ijrosi bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar yuzasidan viloyat hokimining o'rinbosari Rustam Qobilov hisobot berdi. Ta'kidlanganidek, viloyatda turizmni rivojlantirish borasida keng ko'lamli tizimli ishlar amalga oshirilib, muayyan natijalarga erishilyapti. Xususan 2025-yil davomida 3.1 million xorijiy turist tashrif buyurgan bo'lsa, joriy yilning o'tgan 6 oyining o'zida 3.4 million nafardan ortiq xorijiy va 4.7 million nafar mahalliy sayyoh viloyatga tashrif buyurgan. Albatta, xorijiy va mahalliy sayyohlarga xizmat ko'rsatish sifatini oshirish, ularni zamonaviy mehmonxonalarga joylashtirish, malakali gid xizmatlarini tashkil qilish, shuningdek, Urgut, Nurobod, Kattaqo'rg'on, Samarqand tumanlarida amalga oshirilayotgan loyihalar to'g'risida batafsil ma'lumotlar berildi. Viloyatdagi loyihalar to'g'risida to'xtalib o'taman. Ruxsat bersangiz, bu yil hisobidan mehmonxonalarimiz soni 7 taga oshdi. Jami 185 ta mehmonxona tipidagi joylashtirish vositalarimiz, oilaviy mehmon uylarimiz 46 ta. Bu mehmon uylarini ochilishi viloyat turizm boshqarmasi vakolatida jami 562 taga yetdi. Hozir uzoq tumanlarimizda ham kamida bittadan mehmonxona va mehmon uylari ishlab turibdi. Bu uzoq Paxtachidan boshlab Urgut ismi barchasida hozir mehmon uylari va hosillarimiz bor. Hosillarimiz soni 12 taga, jami o'rinlarimiz soni bugungi kunda bir sutkada 23.3 ming mehmonni qabul qilish quvvatiga va umumiy joylashtirish vositalarimiz 1165 taga o'sdi. Gidlar masalasi kuni kecha mana Oliy Majlis Senati raisi Nazarboyeva boshchiligida Samarqandda o'tadigan yirik xalqaro tadbir doirasida yig'ilish bo'lganda ham ayniqsa gidlarga to'xtalib o'tildi. Hozir bizda Turizm universitetidan tashqari yana 5 ta xususiy ta'lim muassasalarida gidlar tayyorlash kurslari bor. Bular 6 oy davomida o'qitib, turli tillarda, turli yo'nalishlarda sertifikat beradi. Hozirgi gidlarimiz soni 34 nafarga yetdi. Buni aksariyati Imom al-Buxoriy majmuasida ishlab turibdi. Sessiyada turizm rivoji uchun to'siq bo'layotgan ayrim masalalar bo'yicha fikr-mulohazalar bildirilib, ularning yechimiga e'tibor qaratiladigan bo'ldi. Turizmni rivojlantirishda ayrim to'siqlar, ayrim muammolar, ayrim kamchiliklar to'g'risida ham so'z olib borildi va bularni bartaraf qilish bo'yicha deputatlar ham o'zlarining takliflarini berdi. Bu yerda gidlar masalasida ancha muammolar bo'ldi. Undan tashqari ovqatlantirish, ko'ngil ochar joylar bo'yicha takliflar bo'ldi. O'ylaymanki, mana shu keyingi 6 oyda ichida turizmimiz bundan ham rivojlanadi. 2030-yil strategiyasi bo'yicha berilgan hisobotda 2030-yilgacha turistlar sonini 20 millionga yetkazishni rejalashtirilgan. Lekin bugungi kundagi tendensiya bo'yicha, ya'ni turistlar oqimini oshishini ko'rib turib, men o'ylaymanki 2030 ga yetmaydi. Bu 2028-yilda o'zida biz 20 millionga yetib qo'yamiz degan umidimiz bor va buni ustida harakat qilamiz, birgalashib ishlaymiz. Sessiya kun tartibidagi ikkinchi masalada deputatlar viloyatning ijtimoiy ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish dasturlari doirasida elektr ta'minoti tizimini yaxshilash borasida amalga oshirilayotgan ishlar yuzasidan hududiy elektr tarmoqlari aksionerlik jamiyati Samarqand hududiy filiali rahbari Eldor Mamasoliyevning hisobotini tinglashdi. Ayni paytda aholi va iqtisodiyot tarmoqlarini uzluksiz hamda sifatli elektr energiyasi bilan ta'minlash, tarmoqlarni modernizatsiya qilish, texnologik yo'qotishlarni kamaytirish va energiya samaradorligini oshirish bo'yicha tizimli ishlar bajarilyapti. Shunga qaramasdan ba'zi sabablarga ko'ra ayrim loyihalarni bajarilishi ortga surilayotgani ta'kidlandi. ASKU tizimidagi muammolarni bartaraf etish, debitor qarzdorlik va to'lov intizomini, transformator va tarmoqlarni ta'mirlash, yo'qotishlarni kamaytirish bilan bog'liq masalalarga deputatlar e'tibor qaratishdi. Sessiyada viloyatning Narpay tumanidagi Baxt, Payariq tumanidagi Go'zal, Qo'shrabot tumanidagi Xonnazar kichik sanoat zonalarining bir qismini hamda Qo'shrabot tumanidagi Navkat kichik sanoat zonasini to'liq tugatish to'g'risidagi
hamda Bulung'ur tumanidagi Bog'bon va Beshqo'ton mahallalarining chegarasini o'zgartirish to'g'risidagi masalalar ham muhokama qilindi. Shuningdek, sessiya kun tartibidagi viloyat mahalliy byudjetining qo'shimcha manbalaridan maqsadli foydalanish, jamoat ehtiyojlari uchun yer uchastkalarini olib qo'yishga ruxsat berish to'g'risidagi masalalar ham ko'rib chiqildi. Sessiya kun tartibidagi barcha masalalar bo'yicha tegishli qarorlar qabul qilindi. Shunday qilib, xalq deputatlari viloyat kengashining navbatdagi 7-chaqiriq 35-sessiyasi o'z ishini yakunladi.